Agarda siz haliyam YouTube'da ilk 1000 obunachini yig'ishga ulgurmagan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. E'tibor bergan bo'lsangiz, YouTube'da har qanday holatda YouTube'da eng ko'p prosmotr oladigan videolar bor. Bular videolar, maxsus tutoriallar va bular qaysi turdagi videolar. Bu videoda shu haqida gaplashamiz. Kanalimizga like, obuna bosib qo'ying. Kanal rivoji uchun albatta. Birinchisi bu challenge videolar. Tasavvur qiling, siz montaj qilishni bilmaysiz va shunday video ko'rib qoldingiz. Bilmaganingiz uchun montaj qilishni shu videoga qiziqib ko'rasiz. Ikkinchisi bu o'z YouTube kanalingizga tekin kurslarni joylab borish. Ya'ni o'zingiz bilgan YouTube bo'yicha darsliklarni Premiere Pro, DaVinci Resolve, CapCut, shunga o'xshagan programmalarni o'rgatish. Bu ham yaxshi yo'nalish degani. Sizning obunangiz bilan 1000 ta bo'lishi mumkin. Obuna bo'ling. Sizga preview kerakmi? Unda bizga murojaat qiling. Previewlarni eng zo'rlardan yasab berishimiz mumkin.